Bilasizmi, shukronalik, assalomu alaykum. Shukronalik odamni ruhiy salomatligini asosida, ruhiy odam salomat bo'lsa, jismoniy sog'lom bo'lishning bu ham negizi bo'ladi. Nima uchun bu narsani aytmoqdaman? Juda ko'pchilik hozirgi shu erishgan vaziyatiga 5-6 yil avval erisha olmay orzu qilib yurgan vaqtlar bo'ladi-da. Misol uchun 10 yil oldinga qadam tashlab, hozirgi vaziyatingizni qay darajada intilib kutganingiz, harakat qilganingizni bir eslasangiz, sizga shukronalik tuyg'usi keladi. Misol uchun shu vaziyatingizni kimdir orzu qilayotgan danli moment, ayni damda ham shaxslar juda ko'p. Oddiygina buyragingiz sog'lom, jigaringiz sog'lom yoki yuragingiz sog'lom, to'yib bir chuqur nafas olishni silkasalliklar dispanserida yotgan bemorlar yoki o'pkasidan onkologik kasallikka uchragan kasallar orzu qilmoqda. Xuddi siz kabi hozir mana shu bir onni intizorlik bilan kutayotganlar juda ko'p va yo'qotib qolganlar, afsus qilayotganlar oramizda minglab. Endi mana shu shukronalik bizni ruhiy salomatligimiz uchun muhim deganimiz sababi ayrim holatlarda juda ko'pchilikka kasalligini negizida shu o'zini ijtimoiy vaziyatidan kelib chiqqan faktorlar yotadi-da. Oilaviy tashvish, uy tashvishi, o'g'il-qiz, to'y tashvish. Mana shu problemalar natijasida ko'pchilik qandli diabet bo'lib qoladi, asabiy bo'lib qoladi, ko'pchilik davleniyasi chiqadigan bo'lib qoladi. Demak, bunday holatlarni orqaga bartaraf qilish uchun yoki bunday holatlarni oldini olish uchun biz har doim ruhiyatimizni sokin tutadigan kitoblar o'qib turishimiz, shukronalar aytib turishimiz, o'ylanib nimalarga erishganligimizni bir tarozidan o'tkazishimiz kerak. Hozirdan moment men sizlarga bor bo'lgan vaziyatingizga shukr qilishni eslatadigan bir rivoyatni aytib bermoqchiman-da. Bir tog' bag'rida, o'rmon bilan tog'i ulab turadigan joyda kichkinagina hujrada bir bobo yashar ekan. Bir necha yillar oldin kampir o'tib ketgan ekan. Bu boboyi tani joni yaxshigina tandor ekan. Yoshi taxminan 90 ga yaqinlashib qolgan ekanda. Har doim ertalab kanda qilmasdan quyosh chiqayotgan paytida erta turib, quyoshga qarab, biroz muddat jim o'ylanib turar ekan. Har tong tog'lar ortidan chiqayotgan quyoshning nurini birinchi bo'lib kutib olishga shoshar ekan. Va ayni mana shu paytda u shukronalik bilan duo qilar ekan. Cholni bu odati yillar davomida shakllanganligi uchun uni ruhini hamda tanasini chiniqtirib, juda yaxshi sog'lom qilib shakllanishiga turtki bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni shahardan bir kelayotgan dam olishga kelgan savdogar unga savol beribdi. "Ey donishmand chol, nega sen har tong mana 2-3 kundan buyon kuzataman degan ertalab turib quyosh nuriga qarab bir qanday duolarni o'qib shukronalik qilasan? Buni sababi nimada? Axir quyosh har kun chiqadi-ku. Sen har kun chiqayotgan quyoshni ko'rganimga ham shukr deb aytib o'tmoqdasan. O'zingni o'zing mana shu aytgan shukronalik duoingda nimaga bunday qilasan?" deb so'rabdi. Ana shunda chol javob beribdi. Quyoshning har kuni ilk yangi chiqayotganligini ko'rib, bunga nisbatan men shukronalik bildirishim hayotimni yana yangidan hosil bo'lgan kuni, yana men hayotim davom qilayotganligini, ilk kuni kelganligini bilgan holda shukr qilib, mana shunga shukronalik duo qilaman debdi. Men har kun mana shu quyoshni chiqayotganligini ko'rib, yana yangi hayotimni bir kuni boshlandi deb xursand bo'laman, quvonaman va bunga yaratganga hamd sanolar bildirib, minnatdorchilik bildiraman degan ekan. Buni natijasida men ruhiyatim guft urib yanada yosharganday bo'laman. Yana qandaydir bir katta imkoniyatni qo'lga kiritganimdek, xuddi yosh bola bir sovg'ani olganda qanday xursand bo'lsa, tabiatdan mana shunday men xursand bo'laman-da, ruhiyatim jo'sh urib ketadi va shu payti men turli gimnastikalarni bajaraman debdi. Qarang. Birgina mana shu yangi berilgan kun uchun, yana quyoshni ko'ra olganligi uchun
ertalabdan u kayfiyatini tetik qilib, xursand qilib olmoqda. Shu paytda o'zida ertalabki gimnastika mashqini bajardi. Bu narsani yillar davomida qilib kelganligi uchun u salkam bir asr yashamoqda. Ana endi savdogar u cholni javobini, so'zlarini eshitib sokin tortibdi, taskin tortibdi-da. Endi u shaharga qaytganida u ham mana shu ishni qo'llashni boshlabdi. Har bir unga berilgan ne'matga Yaratganga shukr qilishni boshlabdi. O'zida shukronalik, erishganligiga nisbatan rag'bat tuyg'usini singdiribdi. Demak, u hayotga yanada shukr bilan, nigoh bilan qarashni boshlaganidan keyin uni ishlari savdoda bundan-da yurishib ketibdi. Boyligiga boylik qo'shilibdi, salomatligiga salomatlik qo'shilibdi. Har doim kayfiyati yaxshi bo'lib, ruhan tetik bo'lib yashashni boshlabdi. Atrofidagilar ham bundan bir mamnun bo'lib, uy boshi, dadasi shunday yaxshi kayfiyatda yurganidan bolalari ham dunyoga boshqacha nigoh bilan qarashni boshlabdi. Birgina mana shu cholni har kungi kunni oddiy quyosh chiqishini shukronalik bilan qabul qilishi qarang nechta o'nlab odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Endi sizga savol qoldiraman. Siz oxirgi paytlarda o'zingizni erishgan yutuqlaringizni bir xayolan spiska qilib, mana shu narsa uchun, menda shunday yutug'im uchun shukronalik bildiraman. Xudoyimga shukr, mana shu holatlarga erishganimga o'zimga ham ming rahmat deb qachon bunday minnatdorchilikka bildirdingiz o'zingizga o'zingiz? Yozib qoldiring kommentariyaga. Demak, oddiygina bugungi kunimizdan ozgina bo'lsa ham erishgan yutuqlarimizdan mamnun bo'lsak, ertangi kunimizga yana ishonchimiz, shijoatimiz, motivatsiyamiz ortar ekan. Darhol 10-etajga chiqib olishni orzu qilmaslik kerak. Dastlab bir etaj bir zinani chiqing, keyin 2-etajga chiqing. 2-etajga chiqish uchun ham odam kamida 20 ta zinadan ko'tarilishi kerak. Siz hamma narsani bittada bo'lib tashlasin deb orzu qilsangiz, harakat qilsangiz, hech narsaga erishmay yiqilishingiz, qulashingiz mumkin. Ana shunday qilib bugun sizlarga shukronalikka qaratilgan minnatdorchilik haqidagi ruhiy salomatlik baxsh etuvchi suhbatimiz shulardan iborat edi. Qanday xulosa chiqardingiz? Yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.